Hammaga salom. Meni xavotirga solayotgan bir mavzu haqida sizlar bilan bahslashmoqchiman. Bu bir mening muammoim emas. Bu butun hozir jamiyat muammosi. Shu kecha kunduzda hech bir qavmi qarindosh, aka-uka bir bilan gaplashishga hech kimning vaqti yo'q. Avvallar bormaganimizdan, kelmaganimizdan xavotirlanardik, xafa bo'lardik. Keyin menga kelmading degan ammamlardan gap eshitardim. Masalan, ukalariga aytgan gaplar. O'sha vaqt hayron qolardim. Shu xafa bo'ladigan gapmi deb o'ylardim. Aka, uka, menga 5 yil bo'ldi kelmaganingga deganda, men o'sha vaqtda yosh bola edim-da. Endi tushunyapman ammamning ahvolini. O'sha vaqtlar bir-birinikiga bordi kelish degan narsa bor. Hozir bir-birinikiga bordi keldi degan narsa hech kim bir-biridan xafa bo'lmay qoldi. Это norma bo'lib qoldi. Только telefon bo'lib qoldi. O'rtada bir hozir shu telefonga ham hech kimning vaqti yo'q. Borish kelish umuman yo'q bo'ldi. Undan tashqari telefonga ham vaqt yo'q. Kimdadir, masalan, meni ukamlarda menda vaqt bo'lganda ukamlarda vaqt yo'q. Ukamlarda vaqt bo'lganda menda vaqt yo'q. Gaplasha olmaydi. Hozir masalan shu jigarlar bir-biri bilan gaplashmasa, ertaga ota bola, ona bola, umuman farzandlar bir-biri bilan gaplashgan. Farzandlar va ota-onalar gaplashishga vaqti bo'lmay ketdi. Hamma yakkama-hov o'zicha yashaydigan bo'lsa, hayot nima bilan, nimaga qarab ketyapti-da? Nima uchun yashayapmiz? Meni mana shu savol hayratda. 2 haftada beri ukamlar bilan gaplashishga urinaman hech. Получается, nima deb gaplasha olmadim. Bugun kechasi bilan hamma urg'aymog'im bilan tushimga kirdi-da. Asosan o'tgan enam, katatamda, ayam, dadam ertalab turib o'zim xayolimda o'zim bo'lib yotsam, xo'jayinim ham aytibdi. Sening ukanglar mening tushimga kiribdi deb. Faqat tush ko'radigan, tushda gaplashadigan davrga to'g'ri kelib qoldik-da. Ming afsus. Bir-birimizga vaqt ajrataylik insonlar. O'zingiz ehtiyot qiling. Vaqt g'animat.